İsmimni o'zgartirib bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ma'nosi yaxshi bo'lmagan ismlarni o'zgartganlik hadisini ko'rgandim. Mening ismim Ro'zaxon. Men bu ismdan bak bezar. Chet ellik xizmatdoshlarim ismimni Muhammadga o'zgartiribdi. Xizmatdoshlarim mushu ism bilan yurtdoshlarim burunqi ismi bilan ataydi. Tonimaydiganlar ismimni so'rasa, qaysi ismimni deyishni bilolmay qoldim. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Bola tug'ilganda otasi uningga chiroyli, mazmuni yaxshi ism tanlashi lozim. Bu bolalarning otalar ustidagi haqqi hisoblanadi. Chunki inson bu dunyoda ismi bilan chaqirilgandakla oxiratda ham ismi bilan chaqiriladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Haqiqatan qiyomat kuni ahdiga xiyonat qilguvchiga bir tug' tiklanib, bu palonining o'g'li Pokonining xiyonati deyiladi. Odatda insonning xarakteri bilan ismi o'rtasida ma'lum munosabat va bog'lanish bo'ladi. Ism egasiga dalolat qiladi. Said ibn Musayyib otasi Musayyib radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qiladi: Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kirgan edim. Isming nima deb so'radi. Men hazan, qiyinchilik degan ma'noda desam, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sen sahil, osonlik bo'lgan dedi. Men ota-onam qo'ygan ismini o'zgartmayman dedim. Ibn Musayyib mundaq deydi: Biz shuningdan keyin qiyinchilikdan qutulolmadik. Yana bir rivoyatda Said ibn Musayyib deydi: Shuningdan keyin beshimizga kelgan qiyinchilik va musibatlarni mushu ismning tufaylidan bo'ldi deb qarayman. Ism yaxshi mazmunda bo'lmasa, buni o'zgartirib o'tish muvofiq. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yoqimsiz ismni o'zgartirib o'tadi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar radhiyallohu anhuning qizining isyonkor degan ismini Jamila, go'zal deb o'zgartirib o'tgan. Usama ibn Axtari radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'mak bo'lib kelgan kishilar qatorida Asram, kesilguchi ismli bir kishi bor edi. Rasululloh uningdan: "Isming nima?" deb so'ragan edi. U: "Asram" dedi. Buni anglagan Rasululloh: "Yo'q, sen Zur'a, o'skuchi bo'lgin" dedi. Abu Davud mundaq rivoyat qiladi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Asi, aziz, Allohning ismlaridan biri. Atala, qo'pol. Shayton, Hakam, hukm qilguvchi. Qarg'a, Hubab, shayton ismi. Aqar yulduz degan ismlarni o'zgartib, Aqar yulduzni Hisham, mard. Urushni salomatchilik, yotqanni qo'zg'algan, sho'rliq deb ataladigan zaminni ko'klam, ozg'unliq jilg'isi deb ataladigan jilg'ini hidoyat jilg'isi, zino jamoatini durustlik jamoati, hovliqachi jamoatini durustlik jamoati deb atagan. Yana maqtanadigan o'zini yaxshi davaradigan ismlarni o'zgartirib o'tgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Zaynab payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayoli Ummu Salama radhiyallohu anhaning qizining ismi aslida Barra, ihson qilguvchi edi. Barra bu ism bilan maqtanadi ekan degan gap so'zlarni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning ismini Zaynabga o'zgartgan. Buningdan ba'zi ismlarni texmi chiroyli, texmi yaxshi ismlarga o'zgartirishning afzalligi va mustahabligini ko'rib olaymiz. Yaxshi kishilarning ismlari o'zining tutgan yo'li, aqidasi va qimmat qarashiga munosib kelmaydigan bo'lsa, o'zgartirsa bo'ladi. Aksicha bo'lgan taqdirdami, ba'zilar ismini o'ziga munosib qilib o'zgartirib olgani tuzuk. Chunki qaraydigan bo'lsak, hozir Kazzobning ismi Sodiqjon, Fosiqning ismi Mo'minjon, islomga qarshi zaharxandlik qildiganning Islom, Pasning Karam, qo'ymichi xiyonatkorning Amin, qorong'ulik va zalolatga cho'mganning Nur bo'lib qolganligini uchratamiz. Umuman islom aqidasiga zid keladigan ismni o'zgartirib o'tish vojibdir. O'zini maqtaydigan ismlarni maqtamaydigan ismlarga o'zgartish, mubah ismni chiroyli ismga o'zgartish mustahab. Mubah ismni mubah ismga, yaxshi ismni yaxshi ismga o'zgartish mubah. Yaxshi ismni sad ismga o'zgartish makruh. Yaxshi ismni harom ismga o'zgartish harom. Buningga asosan, garchi Ro'zaxon degan ism ro'za tutishga munosabatlik yaxshi ism bo'lsa-mu, xohlamasangiz ismingizni texmi yaxshi boshqa ismga o'zgarsangiz yaxshi qilgan bo'lasiz. Bu yerda diqqat qilishga tegishli ikki nuqta bor.
Biri ism o'zgartganda otasining ismini o'zgartirishga yoki o'zini otasidan boshqaga mansub qilib olishga bo'lmaydi. Chunki kishiga otasini Janobi Alloh o'zi tanlagan bo'lg'achqa, uning bu ilohiy tanlash doirasidan chiqib ketishi harom qilingan. Faqatla jinini qo'g'dab qolish zaruriyatlar topilgan ahvolda buningdan mustasno. Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kimki o'z otasi emasligini bilib turib o'z otasidan g'ayriga mansub bo'lib olsa, jannat uningga haromdir deganligini anglagan." Yana biri buvoqning yoki cho'ng odamning ismini o'zgartmoqchi bo'lganda, uningga ayrim aqiqa qilish yoki tamoq tayyorlab mehmon chaqirish kerak emas. Aqiqani faqatla bola tug'ilganda shukronasi uchun qiladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 102 numurliq fatvo.